Do'stlar, Londondan hammaga salom. Xo'p, bir haftadan keyin Islom Maxachov jangi bo'ladi. Ian Gari bilan. Bu jangda Islom Maxachov yutqazib qo'yishi mumkin, juda katta risk bilan. Birinchi o'rinda statistikaga qaraydigan bo'lsak, raqib Ian Gari juda ham uzun. Qo'l oyoqlar juda ham uzun. Shavkat Rahmonovning bo'lgan janglarni ko'rgan bo'lsalaring, yo boshqa janglarni ko'rgan bo'lsalaring o'zlaring bilasizlar. Islom Maxachov bu juda ham kichkina. Ian Gari o'zini oyoqlari bilan Islom Maxachovni qo'ymaydi, yaqinlashtirmaydi. Mana shu Islom Maxachovga juda ham katta ugroza bo'lishi mumkin. O'zlaring bilasizlar, Ian Gari juda ham gryazniy jangchi. Chunki tizzaga zarba beradigan xarakteri bor. O'zlaring bilasizlar, oyoq uzun bo'lguncha raqibni yaqin keltirmaslik uchun oyog'iga, tizzaga sinib ketadigan, mana to'piqqa zarba beradigan odati bor. O'zlaring yaxshi bilasizlar. O'sha zarbalari bilan Islom Maxachovni to'xtatib yoki biron bir travma berib, jang muddatini oldin tugash mumkin. Yana ham bilmadim. Men чисто sportivniy razgovor sifatida aytyapman. Kim qanaqa fikrlaydi Islom Maxachov bilan Ian Gari o'rtasida bo'lib o'tadigan jang haqida? Kommentariyada yozib qoldiringlar.